Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Namazda ahirki teşahhudda oltirishni unutib qilib 5-chi rakatga turib ketgan bo'lsak, qanday qilamiz? Mayli 2 rakatlik namoz bo'lsin yoki 4 rakatlik namoz bo'lsin, ahirki teşahhudda o'ltamasdan 5-chi rakatga 2 rakatlik namoz bo'lsa, 3-chi rakatga qo'pib ketgan odam, agar qo'pib ketgan o'shuq 1 rakat namozning sajdasiga bormaganlar bo'lsa, darhol teşahhud qaytib olib, teşahhudni o'qib, xatolik sajdasini qilib namozini tugatsa bo'ladi. Amma qo'pab ketgandan keyin, ya'ni 5-chi rakatga, ya'ni ushuq ziyoda bo'lgan 5-chi rakatga qo'pib ketgandan keyin 5-chi rakatning sajdasini qilib 1 rakatni o'qib bo'lgan bo'lsa, bu odam bu o'qib bo'lgan 1 rakat namozga yana 1 rakatni qo'shib 6 rakat qilib o'qiydi. Bu chaqda bu namoz nafl namozga aylanib ketadi. Farz namozini qayta o'qish lozim. Agar 1 rakatni qo'shmay namozni tugatsin bo'ladi, sajda sahvi bilan. Chunki bu namoz nafl namozga aylanib ketdi. Farzni qayta o'qiydi. Bu oxirgi tashahhudda o'ltirishni unutib qolgan odamningki hukmi. Lekin oxirgi tashahhudda o'ltiribdi. Ya'ni salom berdigan tashahhudda o'ltiribdi. O'ltirib salom bermay o'rnidan qo'pab ketgan bo'lsa, buningdimi o'sha 1 rakat namozning sajdasini qilmagan bo'lsa, darhol qaytib olib namozni davomlashtirib, xatolik sajdasini qilish bilan namozdan chiqsa bo'ladi. Agar u 1 rakatning sajdasini qilib bo'lgan bo'lsa, bu chaqda shu 1 rakatga yana 1 rakat namozni qo'shib o'qiydi, sajda sahvi qilishmi ketmaydi. Chunki bu odamningki bu keyingi 2 rakati nafl namoz bo'lib ado topadi, oldingi namozi ado topgan bo'ladi.